Ingliz tilidan so'zlashuv darslari. Boshlang'ich daraja. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Mushtari Boymatova. Ibrat farzandlari loyihasida speaking darslarini, ya'ni so'zlashuv darslarini olib boraman. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Demak, bugungi darsimizning mavzusi ko'rib turganingizdek introducing yourself. O'zini tanishtirish. Bugun o'zimizni tanishtirishni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi savolimiz what is your name? What is your name? Ya'ni ismingiz nima? Ismingiz nima deyish uchun, demak ingliz tilida what is your name? What is your name? What is your name savolini beramiz. What is your name savolida birinchi darsda aytganim kabi qiziqishni bildirishimiz uchun aynan intonatsiya, ya'ni urg'uni tepaga ko'tarib aytamiz. What is your name? Ismingiz nima? Javob berish uchun albatta I am Mushtari. Men o'zimning ismimni aytyapman. Siz o'zingizni ismingizni aytishingiz mumkin. I am Mushtari. Demak, men mushtariman. Sizga savol beraman. Siz o'zingizni ismingizni ayting. What is your name? Yoki istasak my name is iborasi yordamida ismimizni aytishimiz ham mumkin. Ya'ni istasangiz I am Mushtari yoki my name is Mushtari. Ya'ni ikki xil tur bor. Siz o'zingizning ismingizni qo'ygan holda istaganini tanlab javob berishingiz mumkin. Yana bir marta qaytaraman. What is your name? What is your name? Javob bering. Okay. Davom etamiz. Keyingi savolimiz bu what is your surname? Ya'ni familiyangiz nima? What is your surname? What is your surname? Familiyangiz nima? What is your surname? Familiyangiz nima? Javob berganimizda albatta shunchaki familiyamizni aytishimiz mumkin. Mening holatimda bu shunchaki Boymatova. Istasak it's so'z birikmasini qo'shishimiz mumkin. It'sning asli ishlatilish ma'nosi, ya'ni u degan ma'noni beradi. U, lekin odamlardan tashqari barcha uchinchi shaxs birliklariga nisbatan birlik, uchinchi shaxs odamlar emas. It's ishlatamiz. Familiya bu odam emas, so'z. Shunchaki uchinchi shaxs birligi bitta. Shuning uchun it's ishlatish mumkin, ya'ni u Boymatova deyish mumkin. Lekin istasangiz shunchaki familiyangizni aytishingiz ham mumkin. Xato emas. Demak, yana bir marta what is your surname? Demak, yana bir marta what is your surname? What is your surname? Familiyangiz nima? It's Boymatova yoki shunchaki Boymatova. Endi siz o'zingizni familiyangizni ayting. What is your surname? Davom etamiz. Keyingi savolimiz bu how do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name savoli nima uchun, ismingiz nima, familiyangiz nima savollari bilan bir qatorda ketyapti? Nima uchun bunchalik muhim o'rin kasb etyapti degan savolingiz tug'ilgan bo'lsa agar, gap shundaki, ingliz tili butun dunyo bo'ylab qo'llangani bois turli xil millatlar vakillari bo'lishi mumkin va ularda familiyalari, ismlari noodatiy bo'lishi mumkin. Bizga, sizga yoki bizning familiyamiz, ismimiz ham ularga noodatiy bo'lishi mumkin va dokumentlarda, hujjatlarda xato ketmasligi uchun, to'g'ri yozilishi uchun albatta sizdan qanday yoziladi deb so'rashadi. Ismingizni yoki familiyangizni. Bu holatda hozir ismingizni so'rayaptilar. Ya'ni how do you spell your name? How do you spell your name? Ismingiz qanday yoziladi? Shu o'rinda albatta ismimiz qanday yozilishini tushuntirish uchun biz ismimizni harflab, dona-dona talaffuz qilishimiz kerak. Ya'ni qay tarzda bu amalga oshiriladi degan savolga sizga alfavitda, ya'ni alifboda harflar qay tarzda talaffuz qilinsa, xuddi shunday ismingizni dona-dona harflarini aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, mening holatimda bu how do you spell your name savoliga M U S H T-A-R-I-Y
kabi talaffuz qilaman. Ya'ni ismingiz qanday yoziladi degan savolga ismimni harflarini bitta alifboda qanday talaffuz qilinsa, xuddi shu tarzda aytdim. Sizga ham alifboda qanday talaffuz qilinishini, ismingizni harflarini tekshirib olishni maslahat beraman va undan keyin ismingizni harflab, alifboda qanday talaffuz qilinsa o'sha harflar xuddi shunday aytib mashq qilishingizni albatta vazifa sifatida aytishim kerak bo'ladi, chunki ismingizni qanday talaffuz qilinishini, ya'ni harflab aytilishini bilishingiz juda ham muhim. Siz ham shunday vaziyatlarga uchrashingiz mumkin. Keyingi savolga qaraydigan bo'lsak, bu how do you spell your surname? How do you spell bu sizlarga tanish, chunki how do you spell your name ni ko'rdik, qanday yoziladi deb o'yladingiz o'sha. Surname bu albatta familiya. Demak, how do you spell your surname? Familiyangiz qanday yoziladi? Aynan shu holat familiyangizga tegishli ham bo'lishi mumkin. Biror bir chet ellik insonga sizning familiyangiz noodatiy, qanday yozilishini bilmasliklari mumkin. Shu boisdan shu savolni bersa, qanday javob beramiz? Albatta, bu yerda ham harflab dona-dona, xuddi alifboda qanday talaffuz qilinsa, o'sha harflar xuddi shu tarzda aytib javob beramiz. Ya'ni B O Y M A T O V E deya javob beraman. How do you spell your surname? How do you spell your surname? How do you spell your surname? Familiyangiz qanday yoziladi? Keyingi savolga qaraydigan bo'lsak, bu albatta how old are you? How old are you? Savolning ma'nosi yoshingiz nechida? How old are you? How old are you? Javob berish uchun I am so'zini ishlatamiz va undan keyin yoshimizni aytamiz. Istasak I am 30 keyin years old deyishimiz mumkin. Ya'ni men yoshimiz va years old so'z birikmasini ishlatishimiz mumkin. Istasak qisqartirish uchun years old so'zlarini ishlatmasligimiz ham mumkin. Shunda I am 30 degan javob chiqadi. Demak, I am 30 years old yoki I am 30. Ya'ni ikkalovi ham bir xil ma'no, men 30 yoshman degan ma'noni beradi. Lekin ko'pchilik o'rganish jarayonida bitta xatoni qaytarishadi, ya'ni I am 30 years deya qisqartirishga urinishadi, oldni olib tashlagan holda. Lekin bu xatoga kiradi. Bunday qisqartirishni maslahat bermayman. Bu xatoni qilmang iltimos. Shunchaki I am 30 yoki I am 30 years old deya javob bering. Demak, I am so'zidan keyin yoshingizni aytasiz. Bo'ldi. Yoki I am so'zidan keyin yoshingiz va undan keyin years old so'zlarini qo'shamiz. Demak, yana bir marta. How old are you? I'm 30 years old. Okay. Davom etamiz. Keyingi savolimiz bu where are you from? Where are you from? Ahamiyat bergan bo'lsangiz where keyingisi are yozilgan, lekin are o'qimaymiz. Are. R tovushini qanday talaffuz qilishni birinchi darsda tushuntirgandim. Yodingizda bo'lsa, tilni uchini yutish tarafga ozgina tortib talaffuz qilamiz. Where are you from? Where are you from? Qayerliksiz? Qayerdansiz? Javob berganda I am from Uzbekistan. I am from Uzbekistan. Men O'zbekistonlikman. Demak, yana bir marta. Where are you from? Qayerliksiz? Qayerdansiz? Javob berganimizda I am from Uzbekistan. Men O'zbekistonlikman. Xuddi tushunganingiz kabi I am bu men, from danman degan qo'shimchasi. Uzbekistan. Demak, ingliz tilida ikkinchi darsdan aytib o'tishim joiz. Qo'shimchalar odatda so'zdan oldinda keladi. Ya'ni I am from Uzbekistan. Men danman O'zbekiston degan so'zma-so'z tarjima albatta men O'zbekistonlikman degan ma'noni beradi. Yana bir marta. Where are you from? I am from Uzbekistan. Okay. Davom etamiz. Keyingi savolimiz bu what about you? What about you? What about you? Agar about dagi oxiridagi t va y ni birga qo'shib aytsak, nima bo'lar edi? Birinchi darsda aytgandim. What about you? What about you? O'zingizchi? Demak, sizga berilgan istalgan savoldan so'ng javob berganingizdan keyin albatta o'zingizchi degan savolni berish uchun siz qiziqish bildiryapsiz.
istasangiz what about you savolini berishingiz mumkin. Yoki ikkinchi turi bu how about you. How about you? Ya'ni uning ham ma'nosi o'zingizchi degani yoki and you. And you ya'ni o'zingizchi. And you savolida ham oxirgi tovush d shu boisdan you so'zi bilan qo'shilganda and you. And you. Okay. Endi kichik bir dialog tuzib ko'rsak, suhbat tuzib ko'rsak, yana ham yaxshiroq tushunasiz. Misol uchun what is your name? Javob berdingiz degan umiddaman. What is your surname? How do you spell your name? Agar shu joyda ismingizni qanday qilib harflab aytishni bilmasangiz, hech qisi yo'q, buning bir qo'rqinchli joyi yo'q. Albatta darsdan keyin alif-bo darsini ochib, ko'rib harflar qanday talaffuz qilinishini ko'rgandan keyin ismingizni qanday qilib harflab aytishni o'rganib olasiz. Buning bir qiyin joyi yo'q. Keyingi savolimiz how old are you? Javob berdingiz degan umiddaman. Where are you from? Istasangiz I'm from degandan keyin shaharingizni ham aytishingiz mumkin. Qaysi shahardan bo'lsangiz. Misol uchun I'm from Tashkent. Keyin Uzbekistan deyishingiz mumkin. Shunchaki ya'ni I'm from Tashkent, Uzbekistan. Sizning javobingiz where are you from? Endi siz menga o'sha savolni berishingiz mumkin, ya'ni what about you? O'zingizchi degan savol kelib chiqadi va albatta ushbu bergan savollarimni barchasiga o'zim ham javob berishimga to'g'ri keladi. Javoblarni men berganman, albatta yozib chiqqanman va albatta shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Demak, bugungi iboralarni albatta yodlang. Keyingi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha see you.